Yangi mashin. Hech qanday kraska, boshqa degan narsa bo'lmaydi. Aka pullari. Puli. 35 deyapmiz, kami. Unday demang-a. Hozir videosini qo'yishim mumkin. U yerda 12 ming yurgan ekan, top-toza, unga metan qo'yilgan, balolar qo'yilgan, 125 ga qo'ydik hozir. Bunda chexol olik. U ham shunday, hozir ayla. 30 ga qo'ydingiz. 125 ga qo'ydik oxiri qilib. Shuni ham qo'yamiz 125 oxiri qilib. Oxiri Ayla turibdi jentra shu yerda. Hozir videosini qo'yib beraman 125 ga qo'ydi. 30 bo'lsa, Bu necha pul deyapsiz aka? Buni 135 ekan. 23 ekan yili. oxiri 30, birini nima o'tib beramiz. Biron nima demang, shuni 25 oxiri deb qo'yaylik, undan bir so'm ham kam bo'lmaydi deb qo'yaylik. 25 ga. Bo'ladi, men Oxiri 30 deb qo'ying. 30 deb qo'ysa kelavermaydi-da, kelaverayotgan qilib qo'yaylik-da, shu egasi shu klient kelayotgan qilib qo'yaylik. Xullas 2023 Gentra hamma narsasi qilib qo'yilgan ekan, faqat olish kerak, minish kerak. 50 ming, 49 ming probegda 908 ming kartopda qo'yilgan, qolgan hamma narsasi qilingan, kraskasi top-toza ekan, balon holatlari yaxshi. Buni 123,5 million so'mga ko'ndirib qo'ydik. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib bosishlaringiz mumkin.